Assalomu alaykum aziz ayollarimiz, qizlarimiz. Hozir sizlar bilan biz uy sharoitida lab bo'yoq tayyorlashni o'rganamiz. Ya'ni oddiy narsalardan lab bo'yoq tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi kokos yog'i. Birinchi navbatda kokos yog'i. Kokos yog'i lab yorishlarini, qurishlarini, asl labni rangini qaytarishga yordam beradigan juda ham vitaminlarga boy yog' hisoblanadi. Birinchi navbatda kokos yog'ini sog'ib olamiz. Ikkinchisi o'zimizda bor ozginagina vazelin. Uyda qanaqa vazelin bo'lsa ham o'sha vazelindan ozgina sog'ib olamiz. Va xohlasak jasmin yog'i, xohlasak lavanda, xohlasangiz bodom yog'i qo'shishingiz mumkin. Men ozgina bodom yog'i bilan jasmin qo'shaman. Bunga albatta suyuq yog'lar ham juda ham kerak. Endi bunga jasmin hidi juda ham yoqimli. Mana qo'shib oldik. Endi buni vodoniy banyada yaxshilab eritib olamiz. Mana yog'imizni, ya'ni mahsulotlarimizni yaxshilab eritib oldik. Endi buni ikkiga bo'lib yuboramiz, chunki ikki xil rangdagi lab bo'yoq tayyorlaymiz. Shuning uchun buni ikkiga bo'lib yuboramiz. Faqat tezroq qilishga harakat qilamiz, chunki yog'larimiz tez qotib qolishi mumkin. Bunga albatta vitamin E qo'shamiz. Ya'ni labni yana ham yaxshi davolab beradi. Ya'ni 2 dona vitamin E. Bunga hid berish uchun lavandadan qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi. Ya'ni lavandani ham o'zining juda ham xushbo'y hidi bor, shuning uchun bundan bemalol qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni juda ham yoqimli hid beradi. Mana o'sha nimamiz qatishni boshladi. Bunga endi xohlagan rangimizni bersak bo'ladi. Ozgina blesk, yaltiroq rang qo'shdim. Ozgina qizil rang qo'shaman. Va buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'rib turibsiz, bu qotishni boshladi. Buni tezroq iloji boricha mana endi buni idishlarga quyib olamiz. Mana endi buni idishlarimizga quyib chiqamiz. Xo'p, endi ikkitasiga quyib oldim. Agar bunaqa ortib qoladigan bo'lsa, mana bunaqangi idishlarga quyib ishlatsangiz ham bo'ladi bemalol. Endi buni qotirish uchun qo'yamiz. Mana endi ikkinchi lab bo'yog'imizni tayyorlaymiz. Buni sal rangini boshqacharoq qilib, bunga ham birinchi navbatda vitamin E qo'shib olamiz. Bunga bir donagina qo'shsak yetadi. Endi bunga jasmin qo'shamiz. Ya'ni ozgina hid berish uchun. Qo'shib oldik. Endi bunga chiroyli rang berish uchun ozgina bundan, ya'ni bu rangdan va ozgina tilla rang va ozgina bundan beramiz. Ya'ni biz bu bilan ajoyib boshqa svetdagi rang chiqarishimiz mumkin. Ya'ni o'zimiz xohlagan rangimizni bemalol chiqarishimiz mumkin. Ya'ni bunda ozginagina bleskli va juda ham chiroyli, приятный lab bo'yoq chiqadi.
Mana endi buni idishlarimizga quyib olamiz. Agar bo'lsa, shunga o'xshagan idishlarimizga ham quysak bo'ladi. Buning uchun esa bunga ozgina yana bodam yog'i qo'shib yuboramiz. Sababi bu ozgina suyuqroq ko'rinishda bo'ladi. Va yana yaxshilab aralashtiramiz. Endi buni bunga o'xshagan idishimizga quyib olamiz. Mana quyib oldik. Endi bunga yaxshilab qotirib chiqamiz mana. Mana labbo yog'larimiz tayyor. Endi bularni qotishini kutamiz. Aziz ayollarimiz, mana labbo yog'larimiz tayyor bo'ldi. Uni hozir endi ochib mana labbo yog'larimiz, tabiiy labbo yog'larimiz tayyor. Juda ham ajoyib labbo yog'larimiz tayyor. Bunisi bleskli mana. Endi bunisini ko'rsatadigan bo'lsak, mana bunisi ham juda ham ajoyib chiqqan. Bunisi ozgina to'qroq rangda. Mana azizlar, labbo yog'larimiz tayyor. Uy sharoitida ham bemalol tayyorlab ishlatsalaring bo'ladi.